Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Mana sovuq mavsumi ham tushdi. Ko'pchiligida tomoq muammosi, yosh bolalarda injiqligi, pishiqligi, mang'illab cho'zilishligi, biror narsani yodlab olmasligi, maktab programmalarini o'zlashtira olmasligi, injiqligi, bo'y o'smasligi va homilani miyasini rivojlanishiga barchasiga yod kerak. Shunday bo'ladigan bo'lsa, mana bu mahsulotimiz tabiiy yod. Iste'mol qilishi erta bilan ilmiliq suvga, yarim piyola suvga 1 choy qoshiq solinib turib eritiladi va nonushtadan 20 daqiqa oldin iste'mol qilinadi. Iste'mol qilayotganlar juda ham ko'p. Iltimos, iste'mol qilayotganlar yozinglar, nima bo'layotganini yozsalaring, qolganlar ham inshaalloh Xudo xolasa foydalanadi. Hadis bor, kimki yaxshilikni yoysa, u amalni qilgan kabidir degan hadis bor. Shunga binoan shu xalqimiz uchun, millatimiz uchun foydali bo'lar ekan. Ichib ko'rganlar yozinglar marhamat, qolgan xalq ham foydalansin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.